Şu 15 yıl üstün tüzeş kesip kıvatkanımga 15 yıl oldu. Şu jarayonlarda buzulganlarni o'ngshayotmay asos chetinde. Men texi birasininki qapoq oboyalarni texi buzib qo'ygan ahvolim bo'lib baxmidi ham shuningdan musaqilsin deymiz. Hamda shu yaqinqi shu necha kunning ichida hamda ba'zan bir umoq qizlardan anglashimcha ba'zi bir chiroyli qizlar hamda bizning shu o'rnimizda mayli operatsiyaninki shu tekshirish natijalarininki yaxshi bo'lmaganligidan bo'lsin va yoki shu bahsi kelishilmaganlik sababdan bo'lsin bu turlarni operatsiya qilib qo'yganmidim men bularga operatsiya qilib qo'yganmidim. Shuning bilan bular boshqa o'rinlarga berib bir mashg'ulotlarni qilish jarayonlarida mayli qapoq bo'lsin mayli ko'z xaltasi bo'lsin bularni og'izish jarayonlarida sal egiz pastlik bo'lib yaqindek mag'lub bo'lib qolgandek ahvollar ko'rilgan bo'ladi-ku. Endi bular burunqi bir do'sturga Gulnara doktorning qishig'i berib bir qizmoqchidoq deganga o'xshash gaplarni qilibdiki. Endi bularninki bu qilish jarayonida endi natijalar yaxshi bo'lsin deymiz va yoki batalish jarayonlari deymiz. Mushtaq jarayonlarda bu operatsiyani men qilib qo'yamagandan keyin bular shuning bilan qo'pib davomli shu operatsiyani Gulnara doktor qilib qo'ydi deb mushtaq gaplarni taqib yuribsizlar. Endi bu gapni men kimning degan, kimning demagan deganni ayrim gap o'tirishimning mojid yo'q. Faqat buni men shu doyindiki shu umoqlarga chiqirib qo'ydim. Men shundalar buzilib ketgan narsalarga olib qolsa, kelsanglar men o'ngshab kelyapman. 15 mana 15 yil o'tdi. Mana oz kundan keyin yil o'rlab ketib qolsa, 16 yil vaqt bo'ldi-ki men bu kasbni qilayotganimga texi birasininki uya bu yerlarni buzib qo'ygan ahvolda bo'lib baxmidi ham shundalar oz kundan keyin men 38 yoshdan 39 yoshga qarab mangamayin 15-yillardan keyin 39 yoshga kirmay umoqlar to'la nimada 38 yosh turaversiz qancha yil oldi davani sağlamı bo'ladi jumu umoqlar. Anandan keyin keynimdan ham shundalar mushtaq buzayotgan ahvollar bekchiqga andaqga mandaqga deb xerdalani bizning shu markazimizga kelmoqchi bo'lganlarni azdirib anandan sart mening keynimda mushtaq gap chiqarayotgan ma'lum birlaringlar olib qolsanglar o'zinglar sal yezib qo'yinglar ustingizdan arz qilib bardig'ayaga bag'izib qo'yib qolsam u vaqtda o'zingiz yaxshi kun ko'rolmaysiz shunga odam bo'lgandan keyin axloqliq fazilatlik o'zinglarni so'rgan ahvol ostida undan yashanglar bir singlarniki keyinni unda qilib unda qilib yursanglar hech qanday bir yaxshi kun kechirib ketishingiz natayin ishingizning qanchalik zar ekanligini mushtaylardan bilgini bo'ldi jumu shunga isil yashang umdan yashang yaxshi yashang xalqning keyindan o'rak qo'rab har qandaq bir ishdan bo'lsin ish qilib haqqi eskilik qilsangizmi o'zingiz yonidi yaxshilik qilsangizmi o'zingiz yonidi mushu vaqtcha ish qilib yaxshilik qilib kelyaptimi burasiga eskilik qilib baxmag'ashqa ishlarim shunday yaxshi ketib bordi xalqlarga shunday yaxshi ko'rinyaptimi ba'zan bir ishchi qo'ttir yiliqindak ideist masala va odamlarni ib chiqirib aytgandan sirat shunday yaxshi bo'lardi kechda hamda ozroq vaqtim chiqib qolibdi balkim jibo qilib berishim mumkin agar shu chiroy jihatdan o'zinglarniki ozroq bir masalalar bo'lib qolsa jibo jarimga kirib maslahatlarni so'rasanglar bo'ldi umoqlar haqsiz maslahat berma xayr xo'sh